Muhimi diplommi va yoki ilm? Diplom olgichlar ko'p. Kallada na maqsad, na bilim. Diplom ham ilmning hujjati aslida. Ilm olmoq kerak bu yoshlik faslida. Yoshlik qoptimi? Umr o'tdi ketdi. Bizda ham bor edi diplom. 40 yil changda yotdi. Hayotda pul muhim. Diplom qo'lni kiri. Bu nima deganing? Biznes, kasbni biri. Shogird olmaysizmi? Iltimosim meni ham. Kallangni qurtyapti, uchalangni ham. Senlar qarayversang, charx to'xtasinmi yo? Qarishlaring bilan o'lchanmaydi dunyo. O'ziz chaqirib olib nima dag'dag'a qilasiz? Maqsadga o'tsangiz. Vaqtim kam, bilasiz. Taklifnoma bermovdim biror tangaman. Yoshlarga sindovdim, anjumangaman. Biz ham hali qarib o'lganimiz yo'q. Yoshlik sururidan to'yganimiz yo'q. Hali sho'xliklarni jilovlaganimiz yo'q. Ikkini bosaymi betingga hammangni. Yoshlik buzog'imi senlarga ammangni. Bo'ynidan ip bog'lab sudrab yuraversang. Yoshlik uchib ketar bir qushdir aslida. Ilm olmoq kerak bu yoshlik faslida. Fikrlaring sayoz. Bu xato o'lim. Chang bosgan diplom bu besamar ilm. Bugun borib changini artib qo'yaman. Senlardan foyda yo'q endi bilaman. Sarbonda ma'ruza o'qiyman bilasizlar. O'qimoqchi bo'lgan yigitlar, qizlar, qarindosh urug', bola baqra, jiyan, jigar, qo'ni qo'shnilar barini yetaklab olib kelarsizlar. Qanotini charxlay burgutchalarimizni. Ko'p eshitganmiz bunaqa reklamlaringizni. Xususiy institutlar tiqilib ketgan. Hozir ta'lim ham biznes bo'lib ketgan. Janoblar, maqsadlar amalda bo'ladi ma'lum. 32 yo'nalishda masofaviy ta'lim. Ilm osmoni sari bu ko'plarga imkondir. Chekka qishloqlarga yetib borar nur. Bu ko'mak demakdir musofirlarga, o'qish armon bo'lgan qancha dillarga. Imkoni cheklangan nogironlarga, ilm yo'liga ko'zi nigoronlarga. Ayolning joyi oshxona. Hukmi ostidagi qiz juvonlarga. Ro'zg'or, bola chaqa, uy ishi, tarbiya. Ko'plab ayollarning na o'qish, na o'ziga vaqti bor. Masofaviy ta'lim orzulariga qanot bo'lar ehtimol. Masofadan o'qish va ishlash uchun ona qizlarimga bu zamon IT bor. O'qishda, ishda ham qarata olarlar. Ham bola, ham uyiga birday e'tibor. Ayolning joyi oshxona. O'qishga balo bormi? Ha ota, og'riq bormi? Ha, bu ham sirtqiday gap ekan. Bu ta'lim sifatni ko'zlaydi akam. Masofaviy ta'limi bor bilim yurtlar kam. Xo'sh, 32 yo'nalish. Yurisprudensiya. Qoyil professor. Bejiz ilg'amadi ko'zimning qiri. Janoblar, bu dargoh vatanda 5 ta ilm dargohidan biri. Vijdonli, ilmli va odil qonun himoyachilariga muhtoj ona vatan. Yurt dardini anglagan Sarbonga va sizga ko'p tashakkur otam. Xo'sh. Dars beruvchilar bari professor ekan. Darajalar mahkam. Mustahkam qo'yibsiz kelajakka narvonni. Burgutchalarning qanotini charxlang. Ko'kka olib uchsinlar vatan va Sarbonni. Omad professor. Bu kishi vazirlikdanmi? Hokimiyatdan chog'i. Shogird olasizmi? Yo'g'a. Kim bo'ladilar taqsir? Tog'i. O'qtilaringmi? Bugunga bo'ladi. Tarqaldik. Sarbonda ma'ruzam bor edi.